再流。当时间停住，日夜不分，当天地万物化为虚有，我还是不能和你分手，不能和你分手。你的温柔是我今生最大的守候，让我们红尘作伴，活得潇潇洒洒，让我们策马奔腾，共享人世繁华。让我们对酒当歌，唱出心中喜悦，让我们轰轰烈烈，把握青春年华。当太阳不再上升的时候，当地球不再转动，当春夏秋冬不再变换，当花草树木全部凋残，我还是不能和你分散，不能和你分散。你的笑容是我今生最大的眷恋，让我们红尘作伴，活得潇潇洒洒，让我们策马奔腾，共享人世繁华。让我们对酒当歌，唱出心中喜悦，让我们轰轰烈烈，把握青春年华。대수게 조연수게 조연수 수게 대소연수 조연수 조연수 Benny Quaid.
Höncu? Melik Höncu degan kim? Siz de bilmemsiz? Padişah el işinden bir kızı asranı kıpta koyup Melik Höncu deb isim koyup diken. Bugün onu şehirge bile giripti. Melik Höncu. Anlaşılan qaraganda bu Melik Höncu acayipken. Xan alileri onun pek amrıkmış. Tağam paytaxt işleydi. Bu Melik'i boş yemezken asranı kısıp bekıval diyen bilen kamlaşması bir erkin aynak Melik oldu şu. Padişahının puhraç giyinip tekşiriş kuşlar ekenligini emme cayını aylanıp yürüdüğünlüğünü kim bilmeydi deysiz. Hanım, o seni aldaptı. Sıranın haciklerini ili bilip rasmelik bulamaktı. O Melik emez. O bir aldaptı. O Melik emez. Züvey! Züvey! O aldaptı. Paçalileri. Hepsi Melik'e yetmez. Çok yazdı. Sevinin kulağımdan mısın? O aldaptı. Bunu mahvetsin. Bu var. Sevinin kulağımdan mısın? Kurallar bekle oluşup gitti. İhtiyat olaydı. Katildi pekas olaydı. Paçalileri. Ağzının canına. Paçalileri. Ramzetçi! Bunu tutuyun ola. Nerede? Siz padişah alileri bile Melik'te bulda. Bunu tutuyun hepsini de arkadaşlarla. Shuncha tezda bejonga aran kelsak, orda ko'z oldimizda tursinmi, kiramayotimiz. Xona qiz, sizlar kunda ordini ko'gili mushu yerga kelinglar. Ordaga kiramizlar. Buning nima foydasi bo'lsin? Ashu muhofazachilar orda darvozasini qatma-qat to'sib tursa, u chog'da biz qandoqmi kiralaymiz deb baqsizlar. Biz ko'zlagan nishonimizga yetib kelgan bo'lsakmi, bu o'rdaga kiramaydiganligimizni faqatla o'ylamabdiman. Qanday qilaman? Men bu ishdan yoltiyolmayman. Hargizmi yerim yo'lda bo'ldi qilmayman. Biz bo'shib ketmay, heliqi Lion janoblarini izlab berib baqaylik. Amsi shunday qilaylik.
Ne duruş? Kaldır yarışma. Yürü. Ne duruş? Jinsu, men Haqtiravanni to'sib baqay. Liang aliylari bilan ko'rishgili bo'lamdi ekan. Ay, ham qiz turib tursa men bilib boray. Kaldır yarışma. Yürü. Liang janoblari, sizlarga aytgan o'yimishim bor. Haqtiravanda tushgan bo'lsalar gapimni devarsam, janoblari iltifot qilsalar. Janoblari. Janoblari. Men gapimni devarsam, siz yomon qilgan qancha bo'ladi? Sizlarni xalqi divanlarga ishlaymaydi ekan. Liang janoblari. Yanakları hazır aldılar. Nereden kelgen beklersen? Mening yo'limni to'sqidek bo'lding mataqa. Yana tek halini yoqib so'zlamaysan, o'lgin ketdi de. Janoblari, sizlar mening deydigan ishimni anglasizlar, cho'qim qizg'in qolalar. Azroq vaqt bo'lsa bo'ladi janoblari. Nerede senin gapingni anlig'idek vaqt olsun. Bu tazim bimanlik oldu de. Qaytayli. Ya janoblari! Mening bog'cham. Xonqiz. Sizlarga hech nima bo'lmagandi. O'rinlardan tursizlar. Xonqiz, bu Liang janoblarining nima qilgani? Uni o'g'li at to'y qilsa, o'zi bir oyga yomilg'i bormasa, biz uning bilan qandoqmi ko'risha olamiz? Xonqiz, yo'l xarajatimiz tugab qoldi. Bu shundoq ketaversa, biz keyin qandoq qilamiz? Bu Liang janoblarining albosi Bekli yomon turadi. Biz anlagandek undoq emas ekan. Gapimizni anglamagandek. Xonqiz, biz boshqa amaldor izlab boqaylik, balkim yordam tegib qolar. Jahondagi amaldorlarning hammasi o'xshash. Hozir bir ishni qilmoq bektas. Hargiz bel qo'yvatma Jinsu. Men cho'qim boshqa amal qilib, bu Liang janoblari bilan ko'rishim. Zodi ko'rishamizsan, boshqa yo'lni qilaman. Uning uyida to'y marosimi o'tkaziladi. Har qancha bo'lsa to'yga kelgan mehmonni qo'qlab etmas. Xonqiz. Demakchi bo'lganlari. So'q tayyorla. Qutlug'liqla boraylik. Amaldorning uyida. Ati bo'lsa, kelin aqchining hujrasida cho'qim nurg'ilgan qiz melining bo'lish turganligi. Men azroq et ketib ko'pchilik ilashtirib bersam, toza obdan ish bo'g'idek. Siz bu to'y ishiga hargiz ma'qul demaysiz. Men buni obdan bilaman. Ish bu yerga yetganda taqdirga tan bering, bo'lamdi. Hozir baldirrab aram eling. Sahardila ular ko'chagil keldi. Cho'ntoq bo'ldi, kelin aqchi esilib o'lib oladigan bo'ldi. Mübarek olsun. Mübarek olsun. Yolda başlaş. Osman zımını tadim. Yükününla. Bir tazim. İki tazim.
Tazim! Ata-hanım Tazim! Rica gel durumda! Avayızda. Şükür. Sizler çıkıp durunlar. Hop! Kelin Akça, bugün toyları boldu. Kutu vakit toşu bilenla, köy oğul begim kelip yüzlerini açıdı. Çıkıp kettin. Kelin Akça, çıkıp kettin degendikin çıkıp kettin. Ben birdem jimjit o'tiray. Yan kelin bolup, heli yükinip, heli baş örüp, etdigenden buyan, paypitek bolup, kosuğum içip, beşim kıyıp, közlerim karanqılışıp ketdi. Endi kosuğumni aş qo'yib baş urg'unim bekor ketmaydigan bo'ldi-da. Özlerdim bo'lsin. Birga bo'lsin. Birga bo'lsin. Ko'pchilik qani marhamat. Marhamatlari. Bo'lsin. Mushundaq bir yaxshi kelinga erishiblar. Anglsak yangi kelin qobiliyat va o'zini jamolda kamolat yetgan. Rahmat. Ortiqcha maqtavatlar. Ko'pchilik qani tuzut qilmanglar. Eli ziyofat boshlandi. Buxodin chiqishi ishga esla. Liang janoblari.
Familiyam Şah, ismim Zeli. Siz? Sizlarga deydigan azroq ishim bor. Avar qilgan bo'ldim. Bir chetga o'tib so'zlashsak qanday? Nemin söz işimiz? Dada, Neymiş qarışma. de? Çav canapları geldi. Liyan canapları, mübarek olsun. Rahmet. Joe janaplarının oğlumның toyuğa qadam təşrif qıldığını oylamoqdim men. Bək xursand boldim. Nəhayət xoşal oldum. Cünmən, Joe janaplarını tezdən ishkilikxonaga başlanglar. Qani marhamat. Marhamat qızlar. Liyan janapları! Ne yaptın? Liyan janapları! Nereye dur? Bak. Acab ig'irgina. Hey, shuncha e'tiborli narsani unutib qolibdiman-a? Bu shamlar bilan Shodozi kechida kitob o'qisa, xat yozsa, toza obdan bo'g'dak. Xan qiz Aqcha, sho'rtlar ishvasta. Oy, odam bormi? O'g'ri tutma! Odam bormi? O'g'ri qochdi! Oycan, bugün neyim oldum? Şunçalik tamtam ötemeyivatdım ha. Oycan. Oraya gel. Tır. Koymayla. Tez. Oğlum tut. Topla. Tez. Topla. Oğlum tut hadi. Tez. Topla ne kaçacak? Oraya gel. Atla dur. Ha, bekle. Topla. Tez bol. Hey, tut. Allah. Ha, kaçıp gitken dur. Ne gitken dur. Ayakları bakayım. Joe janapları, qani marhamat. Yuqori isla, yuqori isla. Bugun o'g'limning to'yi. Qaysilari tatinishmisizlar? Liyan janapları. Oy, Van janapları Liyan katta. janapları. Merhamet. Li janapları, merhamet. Qani marhamat. Merhamet. Liyan janapları. Qani marhamat. Mübarek olsun. Joe janapları, qani marhamat. Yuqori isla, yuqori isla. Bugun o'g'limning to'yi. Qaysilari tatinishmisizlar? Liyan janapları. Oy, Van janapları Liyan katta. janapları. Merhamet. Li janapları, merhamet. Qani marhamat. Liyan Merhamet. janapları. Qani marhamat. Mübarek olsun. Liyan janapları. Yağmurga berip işleşki vaqtlar çıkmaydı iken, öyleriga gelip sözleşeydisin o. Bek tesken, sizi zat puhralarının halkı yeten dili yok. Siz zadi kimning qizi? Mushundaq kiyinib kelib odamni avara qilib, sirtqa chiqib o'ynang. Tuqqanlarning qizlarining hammasi xonada. Siz berib ularni izlang. Odamning keyini kirib olmang. Aldirashligimni. Ko'mayapsiz. Biz tünügülü körüşken eslerden götürülüp kaldım ha. Takdir havalarını tozgan ben bolum. Ben Nima? izim Şazıbey. Bu yerda nima ish qilasiz? Ben. Bu zadi nima ish? Kendine hiç görünmeydi. O Çın ailesinin hakkı demez. O oğul iken. U Çin oilasi qiz emasmi?
Kaçırıp koymanla. Çapsam kollanla. Oldu. Han kız, bu kız bizning oldin kungi antimizni atadi. Yang familiylik parxor bu ayollarning o'yida nimidir shu bakan? Bularning hammasini fuqarolarni qaqtirib qilib elib olgan. Ko'pchilik ilinglar, hammani ilinglar. Hammalarning haqqi bor. Ilinglar, taqacha ilinglar. Sen köteydi. Padişahın ordusu aldıda muşunda konmuğur iş buluyorsa bu sen kötegelik bombayı değil mi? Oğrunu koklanla. Köpçülük oğrunu tutunla. Tutunla. Onu tutunla. Oldu. Jahonda nima g'alit ishlar bo'lmaydi deysan. Bu to'yni ko'rib rostala nurg'ulg'an ishlarni bilib oldim. Yiliq ayol o'g'rining yuriga qopdek borkan, lekin gompisi degandek emaskan. Hech nimga erishamay quruq qo'l ketib qoldi-da, esib. Hech nimga erishamsin ham bo'pti. Tutilib qolgandan nima yaxshi emasmi? Yolunu başlat. Yolunu başlat. Öte. Öte bayakla. Kızlı kiyim giyen bir kız kadar mı? Ha? Kızlı kiyim giyen bir kız kadar mı? Ay yak gömüdüm. Yat lan. Öte. Bayakla. Öte. Yat. Yol başa. Hey! Sen bir kızlı giyip giygen kızı gördün mü? Ha? Bana ne? Yol başa. Oturun lan. Hey! Kızlı giyip giygen bir kızı gördün mü? Ha? Gördün mü? Olmadı. Haydi. Haydi. Ular ketdi, endi chiqing. Oyjon. Hay, sizlar haq o'ltasınız bo'lmabdi. Besib o'ltiraverib, bu yil omadimni qochirib yetirgan bo'ldingiz-da. Hay, siz nimada qoida bilmaysiz. Agar biz sizni qutqizib qolmagan bo'lsak, cheriklar sizni allaburun tutib ketgan bo'ladi. Shundaqmi? Undaqda ikki xon qizning qutqizib qolgan himmatiga rahmat. Endi bo'lganda, bizning qizvalik kerakimizni qanday bildingiz? Men Helelian qasrida ishqinlarning aranchasini vahalliqlarni bilib olgandim. Gapimni anglanglar. Endi hargizmi aranchasini olmanglar. Qash ko'zinglarning terisi oppoq tursa, qandaqmi o'xshasin? Sizlarni oldimayman. Arancha yoki ayolcha, qericha, yoshcha, chiroyli sat yasnishqa meni xeyli epim bor. Keyinchi fursat bo'lsa sizlarga asl o'tib qo'yay. Bo'ldi, emas men ketdim. Hay, to'xtab turing. Sizdan so'rab baqay. Siz haqma kelinni nega yoshirib qo'ydingiz? Buni sizlarga aytib beramayman. Kelinni ep ketib pul melni o'g'irladingiz. Buni azab qasrni malman qildingiz. Liyan oilasiga to'ynimi qilamidi? Bek oshirib etdingizmi qandaq? Bundaq qilishning qonunga xilof ekanligini bilmamsiz. Bu so'laqda yotadigan ish. Nasihatimni anglab kelinni darhol akab bering bo'lamdi. Men qonunga xilof qildimmi? Ilishib qolmagansiz? Men shu yanzi azalda naqchilikni ko'rsam qarab turolmaydigan, martlikdan yordam beradigan ayol botir tursam, men qonun xilof qilgandim. Buni bilmamsiz? Ishqinglar, yo'q yurtingaga o'xshamamsizlar. Ha, shun balkim bilmaysizlar. Liyan oilasiga bu ota bola ishqisi odam emas. Kimning qizi chiroyli bo'lsa,
Xalqning ko'ngli bormi yo'q? Choychirlik bo'lganligi bilanmi kor bo'lmasdan xalqning qizini uyga akilib xotin qilib oladi. Siz buni qanday bildingiz? Tönegün kecha men Ching oilasiga borganda Chingxon qiz o'z og'zi bilan menga deb bergan. Elimi yaxshi, bir oz boldiroq beribdi-man. Bo'lmasa u eslib o'lib olarga. Ha, mushunda qish bo'ldimi? Sizlarni aldab nima qilay? Endi o kelsam bo'la? Hey? Chingxon qiz hozir qayerda? U tünüyün keç ketib qoldi. Bu vaqtcha xotirjam joyga berib bo'lganda, qechib ketalarmi? Liang oilasidagilar izlab kelsa, ishqonlarning gapining bir ekanligini bilsa, Ching oilasidagilarni bosh qo'yib ketadi. Yo'q, burunli gapimizni bir qilib olgan. Hozir Ching oilasidagilar Liang qasrga berib qizimizni tep beringlar deb g'alaba qilyotdi. Qizimizni Liang oilasi jutirib deb Ching turmas bo'laveradi. Yurikingiz qattiq bor ekan. Tutilib qolishdan qo'rqmamsiz? Nima? Meni haqlar shuncha osonla tutib olamdika? Sizlar odamni hajab bo'shchaqlaydi ekansizlar. Men shu yanzi hech kimni qo'rqmayman. Qayerga qolsam shu yerga boraman. Hech kim meni tutib qololmaydi. Hozir cheriklarning hammasi ketdi. Qanchalab bursangiz ham bo'laveradi. Xon qiz, kechib qoldi. Biz tezroq qaytaylik. Shunday bo'lsin. O'zingizga o'tan diqqat qiling, ha? Xotirjam bo'linglar. Menga ish bo'lmaydi. Xayr xo'sh, omon bo'ling. Xon qiz, sizlar tuqqan izdayman deb to'limi jafo chekyaptilar. Nemish hech qanday ashul yon janoblarini izdaylar. U Meshqovul firqasining divan begi, Murazsim, o'lim yetim ishlarini boshqaradi. Dadam bilan ko'rishman deyotganman. U tavsiya qilmas amal yo'q. Hozircha boshqa choram topolmadim. Ammo yiliq qiz sizga aytgan gapni unutib qoldimi? Uning bu liang janoblarining kuchiga tayinib fuqarolarni bo'za qiladigan fasiq amallar deganligini anglamadingmi? Uning ustiga bu liang janoblari hech nimadan hech nim yo'q. Biz bilan ko'rishga unami? Agar ko'rishdi degan taqdirdimi, shunchalik muhim narsani uningga ishini topshirg'il bo'lamdi. Aytqining durust. Boshqa amal topmasam bo'lmag'dak. U liang janoblarga rostli ishongili bo'lmag'dak. Uning ustiga u nimaga asosan bizga ishonadi? Balki bizni aldamchimkin deb qolgandi. Uning ustiga uning kelini yo'qab ketdi. Shoma uningga yomilg'i berish xo'sh yoqmasmikin deyman. Aytganlari to'g'ri, shuning uchun boshqa amal topsilib bo'lg'adek. Dada, jahanda menda qizingizning borlig'ini bilamsiz. Xon qiz, boldir qaramaslar. Ato'gungacha boshqa amal tepilib qola. Biz ato'gungacha yana izini boqaylik. To'g'ri deding. Jahanda qig'ilib bo'lmaydigan ish yo'q. Biz jinandan bejon mengib keldik-ku, shundaqmi? Xon qiz, bugun qanday kun? Bu yerga qizib ketibdi-ku. Qaraganda biz bozorga kirib kelgan o'xshaymiz. Ay, xon qiz, bizmi oyga berib qarab boqaylik-chi? Ersizlar.
qarasılar, bu hiliq to'yni malman qilgan qiz shu-ku. Siz ko'ryapsizlar, qarasılar. Bekir'nin familisi Liu, ismim Kim? Sen de oluq. Bu yak menin sığılım Liu Hong. Biz dadımızga ergişip ticaret bilen bu eziz diyarıga kayındık. Kütülmegende desmayımızdan ayrılıp kaldık. Dadam ağırıp gelip kaza kılgan. Hazırgıç pul yoknu uzdanmıdık. Şunu ilahisiz bu yerde uyun kuyuvatimiz. Her kaysınla mihir şefkat atak kıkaysılar. Dadamның ahiretlik işlerini tüyütü elip, akisanalı işkeylen. Yurtımızga kayıtı vasakla. Sizlerinin bu mihir şefkatınlarını ölsek mi? Herkesi unutmayımız. Rahmet. Eşkallah. Bizga içinla ağrısın. Ulam şendonluqken, biz yurtdaşkenmiz. Ay. Bizga içinla ağrısın. İçinla ağrısın. Ay, köpçülük bu yak qaranglar. Gepimni olinglar. Ailede, ota-onaga, sirtda, do'stlarga tayinish degan gap bor. Bejinglik mo'ysbit, qarindosh, ota-singillar, buvay-mo'maylar, hammamiz bir jungolik. Bu shandonlik yurtdoshning dadasini dafn qilib, yurtiga qaytqidek xarajati bo'lmasa, qarab turg'ili bo'lamdi. Taqdirning bir nimasi bor degan gap bordi. Ish qilib, bular kishining yurtida bundoq bejar holiga tushib qopti. Buningga men qarab tura olmayman. Sizlarmi qarab tura olamsizlar? Qarab tura olmaysizlar. Yana mundaqcha aytganda, har birimizning boshqalarga hojatimiz tushadigan vaqtimiz bo'ladi. Mening pulim yo'q. Namratlikdan yonchiqlarim qurib ketdi. Shundaqdimi? Qanchalik bo'lsa, shunchalik beraman. Salam. Mana hammani beray. Eşqallah. Köpçülük, baya körüp puxadan çıkmagan bolsanglar, men şu yanzı qamlaştıramasam o köpçülük oynap beray. Köpçülükten pulu bağlarının pul, küçü bağlarının küç çıkarıp, bu şendonluq yurttaşının baldırak ketelicik yardım kılınsın için ümit kılıman. Levakka, qani merhamet. Boladı. Yaxşı oynayamsak köpçülükten apıl sorayman, köprek yardım kılınlarını sunğaysılar. Qani kelim. Merhamet. Yenimizdeki pul yatak hakkını töleşkim yetmeydi. Bu şendonlukka yurttaşlıkın yüzünü qıp bolsun yardım qılmasak bolmaz. Şov yanzımı, mertlik bilen yançığını kolgan tursa, ben qandaq mı kol kurturup turalayman. Elim, bunu sizge beray.
Tez qovlayli. To'xta! Sen endi qochamaysan. Sen taxmini oldin musliq qilmoqchimi? Qani nega qochalaysan ki ko'r baqay. Kapsülek oğri. Mehmanımız kol tekkizgiren buldun mu? Bir narsa o'g'irlamoqchi bo'lsam, haqning kim ekanligiga qarab baq. Boshqalar sening yurtingga kelsa, sen ularning yo'l xarajatini o'g'irlab olsang, ular qanday qaytib ketalaydi? Hammamiz jon gazlar. Sen aldab olsang bo'ladigan, men o'g'irlik qilsam bo'lmamkan? Bu ishlarni sen de tilga ilib otamsa, biz olsak, haqning rozilig'i bilan oldik. Sen nima deb? O'g'irgan narsani chiqarmaysan ku. O'g'in kelgan o'xshamamdi. Sana azroq o'zimizni to'tib qo'ymasak bo'lmaydigan o'xshaydi. Qizchaq, rahmat sizga. Bo'xchamni qaytirib etmadingiz. Mubod bu narsa yutib ketsa, men yashayolmay qolaman. Shuncha muhimmi? Ichida qanchalik oltin kumush patli tezroq qarab yiqmay almashtirib olgan bo'lmasa yana. Hammasi bor ekan. Shuncha ovar bo'lsak, aslida oltin kumush bo'lmay, ko'ni o'sni xat bilan rasmkanda. Baldurroq bilgan bo'lsam, o'g'rim qo'qlamas ekanman. Hammamiz bekka ovar o'tdik. Undaq demang, siz bilmaysiz. Bu bizning xon qizimizning jeni har qanday oltin kumushdan muhimroq. Sizlarning shuncha ko'p pul berganinglarga rahmat. Bizni xijil qilib qo'ydinglar. O'g'irlangan narsalarni akapmadik. Endi tanglashgandik. Narsalarni qo'linglarga oldinglar. Endi ish teganda. Hey, shu yanzi. Biz yana davomli o'yin qo'yib, pul tepib dodisini dafni qilish o'yinini o'ynamdik yoki buguncha bo'ldi qilamdik. Ha? Aslida sizlarning o'yin qo'yib pul tepib dodamni dafni qilmasligininglar yolg'on ekanda. Qanday qamlashtirdikmi? Kompam hech qancha bo'lmagan bilan o'ynash mahoratim hammadan ustun. Xaras, sizlar nerda tursizlar? Men sizlarni ustib qo'yay. Liuxoliyochim, bugun mush yerda bo'ldi qilaylik. Xo'sh.